Assalomu alaykum. Ramazon oyida Umra safariga bormoqchimisiz? Unda ushbu videomizni oxirigacha ko'ring. Albatta siz uchun foydali ma'lumotlarni yetkazib beramiz va Ramazon oyida Umra safari narxlari qanaqa bo'lyapti deganlarga inshaalloh bugungi videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, to'liq ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Inshaalloh biz rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays rasmiy ofisdan sizlar bilan yuzlanyapmiz. Inshaalloh bemalol ishonch bildirsalaring bo'ladi. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, birgina Telegram orqali pasportlarni tashab, Centrum Holidays hisob raqamlariga bank orqali to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini ham sizlarga beriladi. Inshaalloh biz orqali xavfsiz va mukammal umra qilishlik imkoniyatini tanlash albatta sizlardan. Bordi keldi biletlarni Ramazon oyiga albatta biz oldindan xarid qilamiz. Shunga ham inobatga olasizlar, ko'ngillarni to'q qilasizlar. Bizda sharoitlarimiz ochiq oydin ro'y-rost aytiladi. Chunki Ramazon oyida umra qilishlik bu oson emas. Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, Makka Mukarramada 2 kilometrdan 2,5 kilometrgacha bo'lgan gastitsalar. Madinada ham, Makkada ham 2 mahal o'zbek milliy taomlari. Ramazon oyidan oldingi reyslarda borsalaring, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati Ramazon oyiga qadar bo'lgan reyslarda. Ramazon oyidan keyin ziyoratlar, sayohatlar to'xtatiladi. Inshaalloh 50 boshlarning hamsafarligi 14 kun sizlar bilan birgalikda bo'ladi. Endi asosiy Ramazon oyida boradigan bo'lsalaring, faqatgina ibodat uchun borasizlar. Aeroportda reysga to'g'ri kelsa 50 boshlar birga borib birga kelishadi, bo'lmasam yo'l boshlovchilar yo'l boshlab borib qaytarib olib kelishadi. Aeroportda Centrum Holidays bejiklari, kamzillari, sumkalari beriladi hamda qaytayotganlarga 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Ota-onalaring sog'lig'idan boxabar bo'lib turgani, albatta bizda shifokorlarimiz bor, shifokor xizmatlarimiz bor. Albatta bepul ota-onalaring sog'lig'idan xabardor bo'lib turishadi. Inshaalloh bundan ham ko'ngillaringni to'q qilasizlar. Endi Ramazon oyida ko'pchilik bo'lib bormoqchimiz, narxlarga skidka bo'ladimi deganlarga biz xolis aytamiz, Ramazon oyi 3-10 kunligiga boramiz deganlar narxlar keskin ko'tariladi. 1,5 ming dollargacha, 1,600 dollargacha ko'tariladi. Bu qanaqangi xonalarda ko'tariladi desalaring, bordi keldi biletni olib ishlaydiganlarda narxlar shunaqa ko'tariladi. Misol sizlarni uchirib turib qaytishlaringga bilet olinmasa, bilet tushgan payt kelasizlar, ya'ni qaytishlaring cho'zilib ketadi. O'shaning uchun sizlarga nima muhimligini birinchi o'rinda farqlab olinglar. Vaqtida borib, vaqtida kelib, hech qanaqangi bosh og'riqlarsiz, xavfsiz va mukammal umra qilmoqchimisizlar? Narxini arzoniga qiziqmanglar. Narxini arzonni bilinglarki, bir tomonlama biletga ishlashadi. Obratga biletlaring bo'lmaydi. O'zimda matematikaga, kalkulyatorga tushsalaringdan biletlar 900 ming dollargacha chiqadi. Aytda sizlarni yotishlaring, gastitsalaring, ovqatlaring, 50 boshlaring, u ashincha narsani o'zi hisob-kitob qilib olsalaring bo'ladi bemalol. Endi biz reyslarimizga to'xtalib o'tamiz. 11-Farg'ona Madina yo'nalishidagi reysimizni 950 dollardan qilib beramiz. Bundan tashqari 10-Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimizni ham 950 dollardan, 17-Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz 975 dollardan, 24-Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz 995 dollardan, 15-Namangan Jidda yo'nalishidagi reysimiz 1045 dollardan, 22-Namangan Jidda yo'nalishidagi reysimiz 1075 dollardan. Bundan tashqari yana boshqa sanalarga Farg'ona Jidda, Namangan Jidda, Toshkent Jidda, Toshkent Madina yo'nalishidagi reyslarimiz bor. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqinglar. Ramazon oyi Laylatul Qadr kechasida qayt namozini o'tkazib kelamiz. Bizga Ramazonning 3-10 kunligiga deganlarga 1375 dollardan boshlab 1,5 ming dollargacha sharoitiga qarab chiroyli paketlarimiz bor. Talab va istaklaringga qarab sizlar xohlagandek paketni qilib beramiz. Bordi keldi biletlar bilan birgalikda ishlaysizlar. Xudo xolasa bordi keldi biletda ketasizlar. Ota-onalaring xavfsiz va mukammal umra qilib o'z vaqtida yetib kelishadi inshaalloh. 1 oylik paket so'raganlarga 17-kuni Farg'ona Jidda yo'nalishida uchadigan paketimiz 35 kunlik paket bo'ladi. 3 kun Madinada, qolgani Makka Mukarramada bo'ladi.
Bir oylik paketimizni so'raganlarga buni narxini $1675 qilib belgilaganmiz. Bemalol aloqaga chiqib o'zlarining joylaring bron qilsalaring bo'ladi. Hozirroq ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib to'liq ma'lumotlarga ega bo'lib, bizga ishonch bildirib o'zlarining joylarini bron qilinglar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Sirdaryo, Navoiy viloyatda ahamiyati yo'q. Aloqaga chiqsalaring hisob. Xavfsiz va mukammal umra qilishlikda biz sizlarga yo'lini ko'rsatamiz. Inshaalloh videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar ko'rishsin, e'tiborli bo'lishsin. Kanalimizga obuna bo'lib, like bilan kommentariyani ayamaysiz degan umiddamiz. Sog' bo'linglar.